Nihoyat biz yakkalidirda shaftoliga qanaqa tartiblashdi. Shu kungacha kuzgi avgust oyidagi kesuvi, keyin kechikkan holatlarini mana shu bog'ning o'zida isbot tariqasiga kechga qolingan ko'chatlarni ham kesib ko'rsatgan edik. Endi biz gul davriga ham yetib keldik. Gul davrida kesiladigan jarayonlar bor. Unda nima kesiladi? Gul davrida ham kesiladimi degan savollar bo'ladi. Haqiqatan bizga keraksiz kaltaklar ketadi. Mana shaftolimiz asosan hosilsiz kaltaklarni olib tashlaymiz. Endi bizga keragi yo'q bular. Mana hosili bo'lsa ham qalinlik bo'ladi, uni olamiz. Shunday hisobini olishimiz kerakki, 4 ta, 3 ta taxlab. Hali gul davriga, hosil davriga ham qo'yib o'tamiz. Hosilni taxlash, siyraklashtirish davriga ham ana bu ko'rsatkichlarimiz ham bor. Bu qarshingizda turgan shaftoli 2023-yil ekilgan. Hozirgi sanamiz 2026-yil. Mart oyi, bugun chisla 12-mart. 12-mart ko'rinishda mana bizga Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida shaftollarning shu ko'rsatkichni beryapti. Mana hosilsiz kuchtaklar hosilxona qoladi va hosilsizlari hosili ko'plarini ham kamaytirishga harakat qilamiz. Ko'p uzuni keragi yo'q. Bizga sifatli, yirik, ko'nglimizdagidek hosil olishimiz uchun qilinish kerak bo'lgan muhim ishlardan biri bu. Mana qarabsizki, bizga ajoyib ochilib qoldi. Mana bo'ldi, hech qancha bizni vaqtimiz olmaydi. Bizga qanaqa go'zal sifatga ishlab beradi, buni ham o'z vaqtida qo'yib boramiz. Bitta bu bilan emas, mana keyingilariga o'tamiz. Avgust oyida kesilgan ko'chatlarimiz bizga asosan biz qilayotgan ish yorug'lik, daraxtga yorug'likni tushirib berib, o'z vaqtida qanot kaltaklarni o'z o'rnida taxlay bilsak, daraxtga juda katta yordam bergan bo'lamiz. Ayniqsa yakkalilarda. Yakkalilar shu narsani xohlaydiki, shu o'zimning tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olaman, yarislar oralig'ini o'z o'rnida qo'ya bilishimiz kerak. Mana keragi yo'q. Kichkina kaltak, hosilxona kaltaklarimiz ham o'z o'rnida. Agar olmaganimizda avgust oyida bahorga kelib mana bu ko'rsatkichlarni berardi. Shaftoli ichidan qurib kelardi. Biz o'z vaqtida olganimizning hisobiga sal to'g'ri yozgi zelonni qilinmagan, ana o'shani hisobiga yozgi kuyishdiki bu. Yorug'lik tegmaganning hisobiga, yorug'lik o'z vaqtida tushmaganning hisobiga novdalarimiz kuyadi. Ana o'shani hisobiga shaftolidan keyin biz yerda ko'nimiz qoladi. Ha desa shaftolidan bog' bo'lmaydi. Shaftoli mana shunaqa holat, natijasi yo'q, 3 yillik, 2 yillik darajada bo'lib qoladi degan gaplar bilan o'zimizni o'zimiz aldaymiz. Yarishlar oralig'ini 40-50 sm qo'ysak, yorug'lik tegib tursa, bizga juda katta yutuqlar bilan mukofotlaydi. Mana qarashki, juda ancha yengillik bor. Qo'rqmasdan chiqaramiz, mana ko'taradi. Chiqsinga keragi yo'q. Agar mana shu ko'rsatkichni olmasak hozir, 3 qismini olmasak, novda yoradi.
Navda tepaga harakatga uyg'onadi-da. Yana qalinlikni bizga qalinlik bilan daraxtni qoplab oladi. Yorug'lik tushishni oldini juda ham oladi. Mana yana qaysi biri bu? Dovoyi. Keling mana buni olamiz. Bundagi ko'rsatkichimiz qarang. Qalinligi bor. Bizga qalinlik keragi yo'q. Olamiz. Qalinlikni bartaraf etamiz. Mana bilan keragi yo'q. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Bundan-da kuchli har qanday daraxtlarga, har qanday shakl sizni qiziqtiradigan, asosan bizni gapirishimiz muhim emas. Daraxtni gapirishi muhim. Daraxt aytsin. Biz mana bunday to'g'ri tushuntira olmasligimiz mumkin, sizga yetkazib bora olmasligimiz mumkin gap bilan, lekin shakl sizga yetkazib borsa bo'ladi. Siz foydalansangiz shakldan biz juda xursandmiz. Mana bizning qalinlik juda kuchli. Kerak yo'q. Kelamiz, tepalarda olamiz. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, siz bilan xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Kamchiligimiz esa kommentariyalarda kutamiz.